14-ci bab. Andın qo'zining Sion texi üstü turganligini ko'rdim. Uning yenida peshonasiga qo'zining va uning otasining ismi yozilgan 144 ming kishi bor edi. Osmondan xuddi sharqirab eqiyotgan sularning va guldir momining qattiq guldirishidek bir ovozni angladim. Men anglagan ovoz yana chiltarchilar o'rindigan nag'ma ovozig'imi o'xshaydi. Yiliqi 144 ming kishi taxtning, to'rt tirik maxluqning va yetakchilarning oldida yangi bir naqsh etishdi. Bu naqshni gunohlarning badili to'linib, bu dunyodan ozod qilingan kishilardan boshqa hech kim o'rganishga qodir emas edi. Ular xuddi zina qilib boqmagan kishilardek pok bo'lib, qo'za nega bosa, ularmu uningga ergishib shu yerga bordi. Ular insonlar orasidan badal bilan qutqizib olinganlar bo'lib, xuddi dastlab pishgan meva Xudoga atalg'inidek, ular Xudoga va qo'zga atalganlardir. Ularning og'zidan yolg'on so'z chiqmaydi. Ular aybsizdir. Bunun kaynidan osmonning qa'rida uchib yurgan boshqa bir farishtani ko'rdim. Bu farishta yer yuzida yashaydiganlarga, ya'ni har bir xalq, qabila va har xil tilda so'zlashadigan millatlarga yetkazgan mangulik xush xabarni elib kelgan edi. U jarangliq ovoz bilan Xudodan qo'rqinglar, uni ulug'langlar, chunki uning insonlarni so'roq qildigan vaqti yetib keldi. Osmonni, zeminni, dengizni va buloqlarni yaratquchiga sajda qilinglar, deydi. Uning keynidan kelgan ikkinchi farishta mundoq dedi: Gumron bo'ldi. O'z zinosining kuchli sharobini butkul xalqlarga ichkizgan katta shahar Bobil gumron bo'ldi. Oldingi ikki farishtaning keynidan uchinchi farishta qattiq ovoz bilan mundoq dedi: Kim dengizdan chiqqan deviga va uning haykaliga cho'qinsa, uning belgisini peshonasiga yoki qo'lga urg'izsa, Xudoning g'azabining sop ham kuchli sharobini Xudoning g'azabi bilan to'lgan qadahda ichidi. U muqaddas farishtalarning va qo'zining oldida o't va gungurtda azoblanadi. Uni qiynagan o'tning ish-tutaklari mangu purqirab turdi. Deviga va uning haykaliga cho'qinib, uning ismining belgisini urg'izganlarga kech-kunduz oromlik bo'lmaydi. Shuning uchun Xudoning amrlarini tutgan va Aysoga sodiq bo'lgan xalq sabr toqatlik bo'lishi lozim. Men yana osmonda mundoq bir ovozni angladim. Bu so'zni yoz. Buningdan keyin Rabbimizga mansub bo'lib o'lganlar ne kadar baxtli. Muqaddas ruh dedi ki, durust, ular o'z ishlarini tugutib orom oladi. Chunki qilgan yaxshi amallarining natijasi ular bilan birga bo'ladi. Uningdan keyin bir parcha oq bulutni ko'rdim. Bulutning ustida beshiga oltin tosh kiygan, qo'lida o'tkir bir o'g'oq tutgan inson o'g'liga o'xshaydigan biri o'ltiratdi. Ibodatxonadan chiqqan boshqa bir farishta bulutning usti o'tirg'ichiga yuqori ovoz bilan o'g'iqni sol va o'r, chunki o'rmi vaqti keldi. Zemindagi ziroatlar pishib yetildi, dedi. Bulut ustida o'tirg'uchi zeminga o'g'oq soldi. Yerdagi ziroatlar o'rildi. Arishdagi ibodatxonadan yana bir farishta chiqdi. Uningmi o'tkir bir o'g'iqi bor edi. Orqadilla o'tni boshqaradigan yana bir farishta qurbonlik supisi tarafdan chiqib, o'tkir o'g'oq tutgan farishtaga
yuqori ovoz bilan o'tkir o'g'uqingni selib, yer yuzidagi üzüm tallarining sapoqlarini yig'ib ol, chunki üzümlar pishib yetildi, dedi. Bunun bilan farishta o'g'uqini yer yuziga soldi va yerdagi üzüm tallarining meyvelerini yig'ib, Xudoning g'azabining sharob ko'lchigiga tashladi. Shaharning sirtidagi sharob ko'lchigidagi üzümlar dassilib, sharbatlari qon bo'lib, otning tizginiga keldigan egizlikda 300 chaqirim yiroqlikqa oqdi.